Endi qarzdorlar bo'limini ko'rib chiqamiz. Jami qarzdorlarning miqdori qarzsizlar bitta ekan. Hammasi qarzdorlarni, faqat qarzdorlar desangiz, faqat qarzdorlarni o'zini ro'yxatini chiqaradi. Qarzi yo'q bo'lsa, qarzi yo'qlarni, ortiqcha to'lov qilgan bo'lsa, kimdir ortiqcha to'lov qilgan bo'lsa, o'shalarni chiqarib beradi. Endi qarzdorlik tafsilotlariga o'tamiz. Bu yerdan blokini tanlab, masalan, A blokda bo'ladigan bo'lsa, A blokdagi o'quvchilarni tanlab olib, Excelga yuklab olishimiz mumkin. Mana A blokdagi o'quvchilarni ro'yxati chiqadi bu yerda. Hammasi A blokda va xonasi bilan chiqadi. Keyingisi B blokni tanlasak, B blokdagi o'quvchilar, Dni tanlasak, Ddagi universitetini tanlab olishingiz mumkin. Keyin kursi bo'yicha, masalan, A blokdagi birinchi kurs bo'yicha o'quvchilar kerak bo'lsa, birinchi kurs. Jinsi bo'yicha tanlab olish mumkin. Barchasini tozalash qilsak, hamma filtrlar tozalanib ketadi. Orqaga qaytamiz. Bo'ldi, shunday qilib qarzdorlarni yoki shunchaki Excelga yuklash orqali Excelning ustiga bosadigan bo'lsak, o'sha qarzdorlar ro'yxatini chiqarib beradi bu yerda.